Assalomu alaykum hammaga promo kuzatuvchilari. Bizda 1 2 3 4 5 6 7 8 xullas apparaturalarimiz ko'p. Hammasi zakazga chiqib ketyapti. Bilasizlar, hozirgi kunda trendda ketyapti turgan avtopauzalik apparaturlarimiz hisoblanadi. 6 xil funksiyasi bo'ladi. Viziv pauza knopkalari bonusiga bo'ladi. NFC karta podдержка qiladi. O'zining maxsus kartasi bor. VIP karta yoki Astarka karta sifatida ishlatsa bo'ladi. Undan tashqari apparatlarimizga kilik ulasa bo'ladi va analitika tizimi bor. Analitika ko'pchilik nimaligini bilmas ekan. Analitika o'sha mo'yka apparati yonig'mi, o'chig'mi, bir kunda qancha ishlagan, soat nechida qancha pul tushgan, naqd tushganmi, onlayn tushganmi, hammasini analitikasini qilib beradi. O'tgan oy qancha ishlagansiz hammasini o'sha istoriyasida saqlab qoladi. Bu yoqda yana qo'shimcha apparaturalarimiz bor. Bular hammasi zakazga chiqib ketyapti. Xudo xolasa taksilar kelishi bilan yuklab chiqarib yuboramiz. Agar siz videoni oxirigacha ko'ryap turgan bo'lsangiz, videoda nechta boshqaruv pulti, nechta boshqaruv shiti borligini birinchi topgan odamga Nazov kompaniyasidan 20 kilolik Magic penasini sovg'a qilib yuboramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.